butun gala janubga uchib ketayotganda kichkina bo'lsa ham mag'rur bir qush shunday debdi: shaxsan men quyoshga uchib boraman. Keyin osmonga ko'tarilib boribdi-yu, sal o'tmay qanotlarini kuydiribdi-da, tap etib eng chuqur jarning eng chuqur joyiga yiqilib tushibdi. Ushbu qadahni oramizda hech kim qanchalik baland ko'tarilmasin, hech qachon kollektivimizdan nima bo'ldi unga? Nima bo'ldi senga, aziz? Nima bo'ldi?